Kimsan ayt, men hargiz yomonlik tilab, yaxshilik qilguvchi kuchning bir qismi. Assalomu alaykum kitobxon. Bugungi sizga tavsiya etadigan kitobimiz jahon adabiyotining shoh asarlaridan biri bo'lgan Mixail Bulgakovning Usta va Margarita asari. Ushbu asarni Uchquduq tuman axborot kutubxona markazidan kelib foydalanishingiz mumkin. Aziz kitobxon, tashrifingizni kutib qolamiz. Usta va Margarita asari jahon adabiyotining shoh asarlaridan biri hisoblanadi. Mixail Bulgakov bu asarni 1928-1940 yillar oralig'ida yozib tugatgan. Asarda asosan mistik elementlar bilan birgalikda jahon adabiyotining inson hayoti, hokimiyat to'qnashuvi va fojia va u bilan birgalikda muhabbatning buyuk fojiasidir bu asar. Asarda asosan Qodir Mirmuhammedov o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qiladi. Bunda inson ruhiyatining ham qorong'u hamda yorug' qismlari parallel ravishda yoritib o'tilgan. Asarning qisqacha voqealar rivoji. Asar patriarx ko'lida adabiyotchi Berliozning fojiali o'limi, boshi tramvay ostida kesilishi va shoir Ivan Bezdomniyning telbalikka tushishi bilan boshlanadi. Voland va uning to'dasi Sadovaya ko'chasidagi 50-xonadonni egallab, Variety teatrida qora sehr seansini o'tkazishadi. Parallel ravishda ustaning yozgan romani Pilat va Yusha haqidagi asar tahririyat tomonidan rad etilib, u o'z qo'lyozmasini pechkada yondiradi. Sevgilisini qidirgan Margarita Azazeloning sehrli kremini surtib havoga uchadi. Latunskiy kabi tanqidchilarning uyini vayron qiladi. U iblisning balida jasorat ko'rsatgani evaziga ustani qaytarib oladi. Yakunda Yusha va Voland kelishuvi bilan bu ikki charchagan qalbga yorug'lik emas, abadiy osoyishtalik beriladi. Ular sehrli otlarda turnaqator bo'lib uchib dunyoni tark etishadi. Asarning bugungi kundagi ahamiyati va g'oyasi. Usta va Margarita asari bosh falsafiy g'oyasi ezgulik va yovuzlikning dunyoga muvozanatidir. Voland Faustdagi kabi hamma vaqt yomonlikni sog'inadigan, lekin hamma vaqt ezgulik qiladigan kuch sifatida namoyon bo'ladi. Asarning eng buyuk falsafiy xulosasi Levi Matvey pergamentda aks etgan qo'rqoqlik insonning qusurlarining eng dahshatlisidir. Pontiy Pilat aynan o'z mansabidan ayrilishdan qo'rqqani sababli haqiqatni qatlga hukm qiladi va 2000 yillik ruhiy qiynoqqa duchor bo'ladi.